Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Demak, bugungi darsimiz sintaksis bo'limida gap bo'laklari va gapning markazi bo'lgan kesim haqida o'tamiz. Demak, kesim. Xo'p, endi biz dastlab kesimni gap bo'laklari o'zi kesib, ega, hol, to'ldiruvchi, aniqlovchi, to'g'rimi? Xo'p, kesimning shakli, ya'ni ko'rinishi sintaktik tahlil qilayotganda, ya'ni biz uni ikkita to'g'ri chiziqcha bilan ajratib olamiz. Kesim bu ikkita to'g'ri chiziq bo'ladi. Agar bitta to'g'ri chiziq bo'lsa, bu ega. Bilamizki, davomiy nuqta, o'sha uzilgan nuqtalar hol bo'ladi. Xo'p, to'lqinsimon chizig'imiz esa bu aniqlovchi bo'ladi va o'sha kichik uzilishlar bilan chiziqchali desak, bu to'ldiruvchi bo'ladi. Endi kesim haqida gaplashsak, endi kesim o'zi zamonni, shaxs-sonni, maylni, tasdiq inkorni bildirib keladi. Kesimimiz albatta biz asosan nima qildi, nima qilmoqda, nima qiladi degan so'roqlardan anglashib olamiz. Qarang, men o'qishni uddalayman. Nima qilaman? Uddalayman. Asosan biz kesimlikni sof fe'limiz bor-ku, ana o'sha fe'llarimiz kesim vazifasini bajaradi. Endi kesimning ifodalanishiga ko'ra ish harakatni ifodalaydi. Va fe'l kesim ot kesimga bo'linadi. Ish harakatni, ya'ni harakatni bildirib ifodalasa, bu fe'l kesim bo'ladi. Ot kesim esa predmetning turi yoki belgisini ifodalaydi. Fe'l kesim, qarang, boya biroz to'xtalib o'tgandim, sof fe'l. Ya'ni bir ovchi kaklik tutib olibdi. Qarang, nima qildi? Olibdi. Bu yerda sof fe'l bilan fe'l kesim hosil bo'ldi. Endi ravish-tosh bilan ishning boshi boshlanguncha, ya'ni biz ikkita to'g'ri chiziq chizdik va boshlanguncha, nimaning? Ishning boshi boshlanguncha. Bu yerda ravish-tosh bilan ifodalangan va bu bizada fe'l kesimni hosil qiladi. Endi eslatma bor. Guncha qo'shimchasini olgan ravish-toshgina kesim bo'lib kelishi mumkin. Ya'ni ravish-toshlarda faqat guncha qo'shimchasini olib kelgan so'zimiz ravish-tosh so'zimiz kesim bo'lib kela olishi mumkin ekan. Shu narsa esimizdan chiqmasin. Endi ot kesim. Ot kesimchi. Ot bu 5 ta. Ot kesimni biz 5 ta so'z turkumi bilan ifodalaymiz. Ot, sifat, son, olmosh hamda ravish. Diqqat qiling. Harakat nomi ham aynan ot kesim deb ifodalanadi. Qo'shimcha bunga. Axloqiy zaminlarning eng zararligi hasaddir. Hasaddir. Bu yerda ot bilan nima? Ot kesim vazifasini bajardi. Endi usti yaltiroq, ichi qaltiroq. Bu yerda yaltiroq qanday, qaltiroq qanday so'roqlarga ega bo'lib, bizda gap bo'lagi sifatida ot kesimni hosil qildi. Ya'ni kesim vazifasida faqat ot kesim bo'lib keldi. 3-chi son bilan 2 15 1 30. Qarang, bu yerda 30 kesim bo'lib kelyapti, 1 30. Ana shu son bilan ifodalangani uchun bu yerda biz uni ot kesim deymiz. 4-chi, o'zim olmosh bilan. O'zim har joydaman, ko'nglim sandadir, ya'ni sendadir. Bu ikkinchi shaxs birlikdagi olmosh bilan ifodalangani uchun, kishilik olmosh bilan ifodalangani uchun ot kesim bo'lib keldi. 5-chi ravish. Savobing eshigi ko'p deyapti. Ya'ni savobning eshigi ko'p. Ko'p bu yerda ravish bilan ifodalanib kelyapti. Shuning uchun bizda ot kesimni hosil qiladi. Mening maqsadim o'qish bo'lsa, mana shu o'qish bu harakat nomi bilan ifodalanib, bu ham ot kesim bo'lib keladi. Shu narsa esingizdan chiqmasin. Endi modal so'z. So'zdan so'zning farqi bor. So'zdan so'zning farqi bor deyapti. Bor so'zi mana bu yerda kesim, ot kesim bo'lib keldi. Boya mana o'qish deb harakat nomini tushuntirib o'tdik. Endi sifatdosh yigit kishining uyalgani, o'lgani, ya'ni gani qo'shimchalari sifatdoshni hosil qiladi, bilamiz va bu yerda ot kesim bo'lib ifodalandi. 9-chi, taqlid so'z bilan. Uyda ari g'ich-g'ich, qarang. G'ich-g'ich taqlidmi? Taqlid. Undov so'z. Endi hovliga voy. Endi
holiga voy deyapti. Ya'ni voy so'zi bu yerda undov so'z bo'lgani uchun va gapni oxirida kesim vazifasini bajarib kelgani uchun ot kesim bo'lib keldi. Yaxshi. Endi diqqat qilamiz. O'zbekiston kelajagi buyuk davlat. Qarang, kelajagi buyuk davlat ot kesim. To'y bahor kelganda qachon? Bahor kelganda. Bu yerda ham ot kesim mening yo'qligimda. Qachon? Mening yo'qligimda. Bu ham ot kesimni hosil qiladi. Bezandi, gapir, achchiq. Bu yerda bezandi bo'lsa fe'l kesim, rost gapir bo'lsa fe'l kesimni hosil qiladi. Haqiqat achchiq bu esa ot kesimni hosil qiladi. Endi bizda bog'lamalar bor. Ot kesim tarkibida kelib, uni ega bilan bog'lovchi so'z bog'lama deyiladi. Edi, ekan, emish so'zlari. Qarang. U hamrohlariga nisbatan ojiz edi. Qarang, biz faqat edini emas, ojizni ham olamiz. Mana shu ojiz edi degan so'z bizda bog'lama vazifasini bajarib kelyapti. Buni teran tushunish kerak. Bular kesimlikni hosil qiladigan bog'lamalarimiz hisoblanadi. Tushunish kerak. Nima qilish? Tushunish kerak. Xo'p, endi kesimning birikma va ibora bilan ifodalanishi. Kengaygan birikmalar va ibora yaxlit holda bitta gap bo'lagi bo'lib keladi va o'z ichida boshqa bo'laklarga ajratilmaydi. Shuning uchun ular murakkab kesim hisoblanadi. Dadam qo'li ochiq edilar. Qarang, dadam qo'li ochiq edilar. Qo'li ochiq deganda bu yerda ibora holida kelyapti va bu bizda murakkab fe'l kesimni hosil qilyapti. Endi ular 5 kishidan iborat edi desak, mana bu yerda esa ular 5 kishidan iborat edi birikmamiz yaxlit holatda murakkab kesimni hosil qilmoqda. Sizlar bilan yana onlayn darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting va bizga obuna bo'lib qo'yishni, yuqorida yurakchani bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Anaxon Maqsudovna.